Komplekt narxi 64 ming AQSh dollari sotuvda, DAF Euro 6 510 taligi Krone Persep bilan birgalikda sotuvda. Tigach 2016-yilda ishlab chiqarilgan 510 ot kuchiga ega avtomat korobkada retardasi bor. Bosib o'tgan masofasi 1,57,000 km masofani bosib o'tgan. Balonlarning holati ham yaxshi holatda. Tigachchi hamma balonlari 85% atrofida turibdi. Baklari bir tomonda 850 litrli, yana bir tomonda 500 litrli baklar bilan jihozlangan. Persepi ham 2016-yilda ishlab chiqarilgan 100 kubalik Krone Persep bo'ladi. Moslari safmos utka, balonlarining holati ikkitasi 100% yangi, qolgan 4tasi 60-70% atrofida turibdi. Persepi ichlari usilni qilingan. Komplekt furada kamchiliklar yo'q, ishlab turgan mashina. Egalari yaqinda ikkita yangi qimmat akkumulyator ham qo'ydirib qo'ygan ekanlar. Qiziqqan bo'lsangiz egalariga telefon qiling. Yana to'liqroq ma'lumotni o'zlaridan olasiz. Narxini ham o'zlari bilan yana kelishsangiz bo'ladi. Manzil Toshkentda. Egalar nomeri har doimgidek videoni past qismida yozib qoldirilgan.